Hukumatimiz alohida shu kasallik bo'yicha byurolar, farmonlar chiqarilgan. Ko'z kasalligi ichida eng xavflisi, ko'rish uchun eng xavflisi bu ko'z ichki bosimini oshib ketish kasalligi, ya'ni glukoma, ko'ksuv deyiladi yoki nazla deyiladi. O'ta xavfli kasallik. Vaqtida aniqlab, vaqtida dori-darmonni qilib ko'zni bosimini normaga tushirmasa, ko'zni tubidagi arteriya, vena qon tomirlari qurib, xalq tilida qurib, ya'ni tibbiyot tilida atrofiyaga uchrab, ko'zni ko'rlikka olib keladi. Bu ko'ksuv, ya'ni glukoma kasalligining kelib chiqishining birinchi sababi naslga bog'liq. Naslda, ota-onalarida yoki o'tgan ajdodlarida bo'lgan bo'lishi mumkin. Birinchi sababi nasldan naslga surib keladi. Ko'ksuv kasalligini umrbod tuzatib yuboradigan dori-darmonlar bor. Ular faqat ko'zning ichki bosimini normal qilib turadi. Faqat bizni bemorlarimizdan, patsientlarimizdan talab shuki, ko'zni bosimini tushiruvchi dorini berildimi, bu dorini faqat shifokor ruxsati bilangina to'xtatish mumkin xolos. Bir mahalni ham to'xtatish mumkin emas. Hukumatimiz alohida shu kasallik bo'yicha byurolar, farmonlar chiqarilgan.